Amir avtosalonda Spark zo'ridan chiqsa minaman deganlar uchun 2011-yil 207 ming kilometr masofani bosib o'tgan Spark ikkinchi peysi mexanikasi bo'ladi. Okalar ko'rishingiz mumkin. Kobaltdan disk yumshoq baloqli qo'yilgan. Kraskalar top-toza, mana shu orqa kirlosi, pitnosi bor ekan. Mashina haqiqatan ham zo'r haydalgan ekan, ko'rishingiz mumkin. 207 ming probeg. Mashinaga chexol, ko'rli solingan okalar. Texnik tomonlardan hech qanaqa muammolar yo'q. Temir gaz baloqli ham ustanovka qilingan. Motor, korobka, haydov qismlarida umuman muammolar yo'q. Mana shu yerda rixtobga chiqarilgan joyda bor ekan, ko'rsatib o'tay. Bitta ikkita kichkina shunaqa metina qilingan joylar bor. O'zingiz uchun bir qator polnisni tekshirtirib, na tarzda sanayasizlar. Texnik tomonlardan hech qanaqa muammolar yo'q. 2011-yil 207 ming kilometr masofani bosib o'tgan kichkina motorda ikkinchi peysi mexanika Spark mashinasini sizlar olmaza qilib minishinglar uchun bo'ladigan narxi faqat oxirida aytdilar $4150 ga tushirib qo'ydi. Faqat oformtagan $4150 ga minishga tayyor ikkinchi peysi mexanika Spark mashinasi. Bemalol telefon qilib barak qilishingiz mumkin.